Okay. Demek biz boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun sizlar bilan qiladigan ishimiz The Athletic degan publication bor, zo'r publication, o'zimga ham to'g'risi yoqadi. O'sha yoqni artikllarini analiz qilishga boshlar ekanmiz. Okay. Bu nafaqat writingingizga, balki speakingizga ham foydasi bo'ladi. Okay. Va ko'rasiz vokabularining darajasini va his qilsangiz bo'ladi. Alright. Yes, o'zim ham ko'p foydalanganman. Writingda ham, speakingda ham 8,5 olish uchun. Trent Alexander-Arnold Liverpool contract saga. Okay, bu degani ertakka o'xshagan narsa. Ya'ni bo'ladi-ku, ertak hamma gapirib yuradigan mavzu degani. Okay. Hop. Has benefited nobody. Hech kimga foydasi tegmadi deyapti. It finally looks like the Trent Alexander-Arnold contract saga is reaching a conclusion. Xulosaga yetyapti degandek ko'rinyapti bizga Trent Alexander-Arnoldni kontrakt bo'yicha ertagi. And clarity may be best for all involved. Okay. Hamma bor odamlarga, shu partiyalarga, ya'ni kim aralashgan bo'lsa ham shunga clarity kerak, ya'ni aniqlik kerak. There remains no official announcements. Wow, there remains degani yo'q degani. Mana to'g'rirog'i there remains no desiz yo'q degani. There is no degani. Yo'q. There remains no announcement, official announcement, ya'ni rasmiy tanishtiruv yo'q. Nor agreement reached deyapti. Nor nimaga nor qo'yyapti? Chunki no qo'ygan-ku bu yoqqa. O'shuning uchun ikkita negativ bo'lsa, bilasiz, yoki hech qanaqa nima yo'q deyapti. Kelishuv yo'q. But the news that Real Madrid are working on a deal means every sign points to the right back running out in a white shirt in Spain next week. Next season. Keyingi sezonda deyapti, Ispaniyada oq futbolkada degani bu Real Madridda aytyapti. Har qanday belgi shuni ko'rsatadi deyapti. Rather than a red one on Merseyside. Merseyside bu Liverpoolda. Arguably, bu degani possibly, likely degani. Okay. Arguably, like possibly, likely degani. Ehtimol. This has been the worst kept secret in football. The worst kept secret degani eng yomon saqlangan sir degani. Worst kept secret. Eng yomon saqlangan sir degani. Alexander-Arnold took a stance at the start of the campaign that he did not want the debate around his future to play out in public, but the noise, largely from Spain, has been unrelenting there. Took a stance. Bu degani fikrini bildirish, okay? Ana bu yerda men sizga ko'rsataman. Take a stance. Meaning deyman. Mana qarang. Take a stance. Mana. Express a definite opinion or position. Mana. Aniq fikrni bildirish. Hozir aytganimdek. Take a stance degani aniq fikrni bildirish. Aniq fikrni bildiryapti. Bildirgan ekan. Hech qanaqasiga debate bo'lishini xohlamagan ekan kelajagi haqida. Okay. Largely from Spain, ayniqsa Ispaniyadan, has been unrelenting. Unrelenting degani oxiri yo'q degani. Ya'ni davom etuvchi degani, continuous degani mana. Unrelenting meaning. Iloji boricha ko'p so'zlarning ma'nosini ko'rsatib ketaman mana. Unrelenting. Okay, mana. Continual, constant, you see. Unrelenting degani o'sha oxiri yo'q, doimiy, muntazam davom etadigan degani. Unrelenting. Oxiri yo'q. Okay. Boshi oxiri yo'q degani. Madrid's inquiry ahead of the January transfer window only fueled speculation. Madridni so'rovnomasi mana yanvarda transfer oynasi bu sotuv jarayonlari boshlanadigan joy. Transfer window. Yana sportchilarni oldi sotisi bo'ladigan muddat. Shu transfer window deydi. Fuel speculation degani taxminlarni to'ldirib tashladi, ya'ni taxminlarni kuchaytirib yubordi degani. Okay. Fuel speculation. Ya'ni taxminlarni kuchaytirib yuborish. Ko'paytirish, okay. Ko'paytirish. Kuchaytirish. Hop. And while the futures of Virgil van Dijk and Mohamed Salah have also been hanging over Anfield this storm, kelajagi hangover degani o'shunga ilinib turadigan paytda mana Virgil van Dijk bilan Mohamed Salahni Anfieldda qolishi, neither has been linked anywhere,
near as strongly with a move to a particular club deyapti. Lekin hech qaysi biri deyapti, qaysidir klubga o'tish ga yaqin ham kelmadi. Okay. With the end of the season inside, o'sha yaqin qolganda degani, mana shu with the end of something inside degani tugashiga yaqin qoldi degani nimanidir. Nimani tugashiga yaqin qoldi? Mavsum. And Liverpool now solely focused on winning the Premier League title. Faqatgina e'tibor beryapti. Solely focus on degani, faqat shunga e'tibor berish degani. Okay. Faqat narsaga e'tibor berish. Qarasiz 10 ta vocabulary chiqib bo'ldi уже. Bir bet, 1,5 bet bo'ldi. Va this feels like the right time for Alexander Arnold. Alexander Arnoldga yaxshi payt deb tuyulyapti. 26, 26 yosh to address the situation. Vaziyatni tushuntirish kerak. So Liverpool supporters can process it and move on deyapti. Bu vaziyatda Liverpoolni qo'llab-quvvatlovchilari hazm qilish kerak va davom ettirish kerak deyapti. Men ham endi Liverpoolni muxlisiman. Menimcha endi Arnold ketsa kerak, ketsa ham baribir bizda variantlar bo'ladi. Trent Alexander-Arnold is currently out injured deyapti. Hozir jarohatda ekan. It certainly feels like the saga has benefited nobody. Hech kimga foydasi tegmadi bu yerdagi. Not Liverpool, who had uncertainty shrouding the future of one of their crown jewels, not the player deyapti. Xo'p, mana shroud degan so'zga e'tibor bering. Shroud degani bu atrofida aylanayotgan degani. Okay? Shroud the future. Hmm? Uncertainty shrouding the future degani kelajak bor. O'shin atrofida noma'lumlik aylanyapti. Okay? Uncertainty shrouding future of someone. Kimnidir? Ha? Okay, nimanidir? Kelajagi atrofidagi noma'lumlik degani. Hop. Crown jewels degani ana nima degani bu? Taxtdagi, to'g'rirog'i tojdagi nimalardan bittasi, ya'ni qimmatbaho toshlardan biri degani qimmatli odam. Okay. Crown jewels. Jewel degani bu yerda endi bir ko'plikda ma'noda ishlatdi buni. Crown jewel degani qimmatbaho odam degani bu yerda ma'nosi. Ko'chma ma'noda qimmatbaho odam. Alright. Who has surely been conscious of the speculation va bilib turardi. Conscious of degani aware of degani bu taxminlardan xabardor bo'lib turuvdi. Not even Madrid. Who would have wanted him to join in January given the injury to right back Dani Carvajal. O'ng himoyada o'ynaydigan Dani Carvajalga o'sha jarohat etgandan keyin uni yanvarda qo'shilishni xohlagan ekan. Until now, the silence may have been partly explained by a desire to avoid any supporter backlash deyapti. Hozirgacha deyapti silence, jimlikni Liverpooldan ketadimi, Trent yoki Realga qo'shiladimi degan silence tushuntirsa bo'ladigan yagona narsa bu may have been partly explained by a desire to avoid any supporter backlash. Xo'p, bu degani avoid qochish, supporter backlash bu nimalarda jahl chiqishi, fanatlarning jahlini chiqishidan qochish bo'ldi xolos deyapti. Okay. Supporter backlash degani shu. Muxlislarning jahli chiqishi. The anger Alexander Arnold faced from a section of fans in January following the 2-2 draw against Manchester United and shortly after Madrid's inquiry being rebuffed by Liverpool is something everyone will want to avoid. Jahl deyapti. Misol uchun Alexander Arnold ya'ni bu o'yinchi yuzlangan, misol uchun fanatlar nima qilgan ekan 2-2 o'ynagan paytda United bilan va keyin shortly after degani ozgina muddatdan keyin degani. Shortly after degani after a while degani bir qancha muddatdan keyin Liverpool mana Madridni nimasi taklifi rebuff deyapti, rad etilgan deyapti. Rebuff an inquiry degani inquiry bu degani taklifni reject the offer degani. Okay, reject an offer. Taklifni rad etish degani. Tushunarlimi? Xo'p, taklif rad etilgan ekan va bu narsadan hamma qochishni xohlar ekan. Back then, o'sha paytgacha Liverpool were pursuing 4 trophies and the stakes felt sky high. Wow. Va xavf juda katta ko'rindi degani, ya'ni osmon balandligida ko'rindi. Bu xavf degani, ya'ni tavakkal juda katta ko'rindi degani. Okay. Stakes felt
Sky high. Okay. Bu degani risk katta edi. Okay, tavakkal katta edi degani. Mana shunaqa narsalarni ishlatish o'ylayman. This is less true now, lekin hozir to'g'ri emas. Okay, less true now. Hozir deyarli haqiqat emas degani. Okay. Unless Arne Slot's side collapse in their final nine fixtures, fixture degani o'yin degani. O'yinda agar qulamaydigan bo'lsa, the league title should be a procession deyapti. Ha? Procession degani bu o'zi ma'nosi juda ham ko'p, lekin bu yerdagi men o'ylayman aytayotgan ma'nosi bu nima degani bu? Parad, okay? Ya'ni bo'ladi-ku. Ya'ni festivalga o'xshagan narsa va keyin nima degan ma'nosi ham bor? Ketma-ketlik. Okay. Baribir yutadi deyapti 9 ta o'yinda agar qoqilmasa. Liverpool are 12 points clear, 12% oldin, 12 ta ochko oldinda and may have the championship secured by the end of the April deyapti. Aprelning oxirigacha chempionatni yutadi deyapti. Secure the championship degani chempionatni yutish. Okay. Yutish. So, a window for an announcement has also been presented by Alexander Arnold's ankle injury bu to'pig'idagi jarohat, which is likely to rule him out for the next few weeks. Deb. Rule out degani rule out chiqarib tashlash. Okay. Chiqarib tashlash. Ya'ni haydash ma'nosida to'g'rirog'i, ya'ni uni sig'dirmaslik. Uni oyog'idagi jarohat uni chiqarib turadi. Bringing some certainty to his situation before he returns. Qaytib kelishdan avvali ozgina to'g'ri certainty, aniqlik kerak bo'ladigan bo'lsa, hopefully before the end of Aprilni oxiridan sodir bo'ladi bu narsa. Feels right. To'g'ri tushunsa bo'ladi deyapti, ya'ni aniqlik olib kelishini. Some fans will not care about golden goodbyes deyapti. Ya'ni golden goodbye bu yaxshilab xayrlashish. Okay. Good farewell. Okay. Farewell nimaligini bilasiz? Mana sizga ko'rsataman. Farewell mana. Farewell. Farewell. Goodbye mana, you see? Hop. Yaxshi xayrlashish haqida hech kim qayg'urmaydi. They will see his decision to leave his boyhood club as a betrayal. Ha? Ya'ni boyhood degani o'sha bolaligidagi klubini tark etishini betrayal, ya'ni xiyonat deb qaraydi. Particularly as Liverpool will not even benefit from a transfer fee. Transfer to'lovidan foyda ham olmaydi. Sababi u erkin agent sifatida ketyapti. Which taints his legacy deyapti. Taint legacy degani taint somebody's legacy kimnidir nomini yomon otliq qilish. Yomon otliq qilish degani bu. Sure. Yomonotliq qilish. Nomini yomonotliq qiladi. Yet more will surely appreciate what he has helped Liverpool achieve. Liverpoolga erishishga yordam bergan narsalarda bu qadrlaydi ko'pchilik. He has played a crucial role in winning every major trophy available to him at club level and understand that the attraction of Liverpool Madrid is difficult for any player to turn down. Yeah. Turn down degani rad etish degani. To turn down the attraction degani o'ziga tortishini rad qilish. Ya'ni Liverpool Madrid o'ziga tortyapti va har qanday o'yinchi uchun buni rad etish qiyin deyapti. Tushunsa bo'ladi deyapti bu narsani. Okay. Turn down the attraction degani nimadir o'ziga tortishiga qarshi chiqish. Misol uchun rad etish. Shunaqa bitta narsa o'ziga tortib turibdi, siz rad etyapsiz. La Liga titles will follow and there will be more opportunities to add to his one Champions League winners medal. He will also get the chance to play alongside close friend Jude Bellingham. Jude Bellingham degan o'yinchi bor, o'sha bilan o'ynash imkoniyati bo'ladi deyapti bunda. Mana endi Jude Bellingham bilan tushga rasm bo'lsa kerak, bu Angliya nimasida trenirovkasida. Alexander Arnold is good friends with Real Madrid's Jude Bellingham. Harry Murphy get the images. More blame is likely to be attached to degani ko'p ayb bunga yuklanadi degani. Okay. More blame is likely, right? Is likely to be attached. Ayb
yuklanadi. Kimgadir yuklanadi. Mhm. To Liverpool not tying him down sooner deyapti. Okay. Bu yerda tie degan so'z like, bog'lash degani. Lekin tie down degan so'z bor bizda. Nima degani bu? Cheklab qo'yish degani bu. Uh, Liverpoolni mana uni tezroq cheklab qo'ymaganligi bo'ldi deyapti. Okay. Tie somebody down degani kimdir cheklab qo'yish. Down degani restrict someone. Kimdir cheklab qo'yish. Given Alexander Arnold's age, given hisobga oladigan bo'lsak degani Arnoldni yoshini va profile degan uni backgroundini hisobga oladigan bo'lsak, there was little downside to giving him a new contract more than 2 years ago. 2 yil oldin kontrakt berganda bo'lardi, hech qanaqa zarari yo'q edi degani bu. Zarari yo'q edi shu ishda degani. There was little downside to verb on ing. Shuni zarari yo'q edi degani. Okay. Shu ishni qilishni, bitta ishni qilishni zarari yo'q edi degani. Hop. And while Richard Hughes was only appointed a year ago, bir yil oldin tayinlangan bo'lsa ham, Hughes degan odam, did they really need a sporting director to sort it out deyapti. O'sha muammoni hal qilish uchun sport direktor kerakmidi rostdan deyapti. Sort something out degani muammoni hal qilish. Qanaqadir muammoni hal qilish. Okay. Endi could that have ended Madrid's interest before it had even started? Madridni qiziqishini yo'qotgan bo'larmidi boshlanishdan avval deyapti. Whatever the answers, javob nima bo'lgan taqdirda ham degani. Javob nima bo'lgan taqdirda ham. Liverpool are likely to end up losing not just one of the biggest talents in European football, but also the chance to bank a significant fee deyapti. Bank a significant fee degani katta to'lovni o'ziniki qilib olish degani. Bank a significant fee degani katta to'lovni o'ziniki qilib olish. Katta to'lovni o'ziniki qilib olish imkoniyatini ham yo'qotib yuboradi deyapti. Nafaqat u talantni yo'qotadi, balki katta pulni um, ham yo'qotadi deyapti. Only a select few people involved at the heart of the discussions will know exactly what was offered to Alexander Arnold by Liverpool and why no agreement was reached, but fans are entitled to ask questions deyapti. Only a select few people degani ozgina odamlar xolos degani. Only a select few people. Ozgina odamlar. Juda kamchilik. Juda kamchilik biladi xolos deyapti. Mana involved at the heart of the discussions. Muhokamalarni yuragida to'plangan odamlar, muhokamalarning o'rtasida bo'lgan odamlar biladi. Aleksandr Arnoldga nima taklif qilinganini va nimaga hech qanaqa kelishuvga erishilmaganini, lekin fans are entitled to ask questions. Savol so'rashga haqqi bor degani. Okay. To be, endi to be degan qayerdan bildim? Are deyapti-ku. To ask questions. Savol so'rashga haqqi bor degani. Savol so'rashga haqqi bor ekan. Liverpool will have been preparing for the possibility of Alexander Arnold departing. Liverpooldan ketishiga, departing, leaving degani tayyorlanayotgan bo'ladi. Given the hole he will leave in the squad ahead of a summer which already promises plenty of upheaval deyapti. Qarang, leave a hole degani kamchilik qoldirish o'zidan. Okay, ya'ni bo'shliq qoldirish. O'zidan bo'shliq qoldirish. Bo'shliq qoldirishini bilib turibdi deyapti. Va ana nimada yozdan avval promises plenty of upheaval. Upheaval degani qiyinchilik degani. Okay. To'sqinlik degani. Promise, qarang. Promise plenty of upheaval degani mana bu yerda ko'p to'siqlar olib keladi degani. To'siqlar olib keladi. Ya'ni olib kelishga va'da beradi degani, katta ehtimol qiladi degani. While they already have a strong option to step up, in Conor Bradley the imkoniyat ko'ryapti, they will need to replace Alexander Arnold to retain depth at that position.
Retain depth degani chuqurlikni qaytarib olish degani, ya'ni kuchni tiklab olish degani. Retain depth degani mukammallikni mukammallikni qaytarish degani. Mukammallikni qaytarish uchun bu yerda depth shunaqa ma'noda kelyapti. Anov mustahkamlik demoqchida. Uh, Alexander Arnoldni nima qilish kerak deyapti. Replace o'rnini almashtirish kerak. The issue is that finding a successor, bu degani voris topish degani. Find a successor. Voris topish. For a unique footballer will not be straightforward. Oson bo'lmaydi. Or cheap yo arzon bo'lmaydi. Alexander Arnold has revolutionized the fullback position, and his vision and passing range have allowed him to be a huge creative presence for Liverpool deyapti. Liverpool uchun kreativ mavjudlikni yaratib bera olgan, uni revolutionize degani o'zgartirib yuborish, mana polniy pozitsiyani o'zgartirib yuborgan, oldindan ko'ra olishi va paslarni yetkazib berishi buni talant sifatida mavjud qilgan. Finding someone who can pass the ball vast distances with pinpoint precision, with pinpoint precision degani mukammal aniqlik bilan degani. Bunaqa Arnoldga o'xshab mukammal aniqlikda yetkazib beradigan odamni topish to'pni. Whip in crosses like an elite level winger. Elite level degani yuqori darajadagi degani, advanced level degani. Hop, va whip in. Hop, bu yerda o'zi whip in bu yerda nimasi bo'ladi? Phrasal verb bo'lib kelyapti. Hop, bu degani to'plab olish degani. Okay, to'plab olish. Mana misol uchun crosslarni to'plab olish, ya'ni to'pni yetkazib berilganini to'play olish. Winger degani qanotda o'ynaydigan o'yinchi sifatida, and offer solidity mustahkamlikni taklif qilish. Solidity degani mustahkam qilish degani. Narsani mustahkam qila oladigan odam. Alexander Arnold may not be a great defender, zo'r himoyachi bo'lmasligi mumkin. But neither is he as bad as his detractors suggest. Feels impossible deyapti. Okay? Ya'ni u misol uchun ya'ni Alexander Arnoldni yomon himoyachi deb qarash, misol uchun yaxshi bo'lmagan himoyachi deb qarash feels impossible, imkonsizdek ko'rinadi. Xo'p, detraktor degan so'z turibdi bizda. Detraktor degani tanqidchi degani. Detraktor tanqidchilar aytganidek degan aytyapti. Detraktor degani kritik degani. Tanqidchilar aytganidek unaqa emas deyapti. Ya'ni as detractor suggests, tanqidchilar aytganidek bo'lyapti bu yerda. Tanqidchilar aytganidek yomon emas deyapti. The Carabao Cup final defeat by Newcastle'ga yutqizib qo'ydi. Was a recent reminder of how much they would miss him deyapti. Ular qancha mana Arnoldni sog'inishini belgisi deyapti. A recent reminder, yaqinda bo'lgan belgida, ya'ni eslatib turadigan. As others toiled and struggled in possession, toil degani qiynalish degani. Qiynaldi mana to'pni olishda. They did not have Alexander Arnold to produce a defense splitting pass deyapti. Bu degani anavi himoyani kesib o'tadigan pasni topa olishmadi. Or game changing switch deyapti. Game changing switch degani o'yinni o'zgartirib yuboradigan o'zgarish deganda nimani nazarda tutyapti? Katta o'zgarish. Katta o'zgarish. Big change degani. Mana shu. Big change. Katta o'zgarish qilish uchun hech qanaqa nima topa olishmadi. Odam topa olishmadi. O'ziga qancha vocabulary, qancha structurelar o'rgansiz bo'ladi o'zi. Vashcha lekin borku. A new right back may take the right side of Liverpool's defense more solid, but can they provide a moment of magic? Provide a moment of magic degani provide a moment magic. Sehrli vaziyat yarata oladimi deyapti. Sehrli vaziyat ta'minlash. Sehrli vaziyat yetkazib bera oladimi o'zi deyapti. To break open a game like their predecessor, mana shu predecessor. Oldin kelgan odam degani bu. Okay. Predecessor. Shunaqa o'qiladimi? Predecessor. Oldin kelgan odam mana. A person who held a job or office before the current holder. Ya'ni oldingi kelganiga o'xshab o'yinni ochib bera oladigan odam topa olishadimi deyapti. Oldingi odam degani bitta pozitsiyada. Ishda bo'ladimi, futbolda bo'ladimi?
Oldin kelgan odam. Hop, has been able to do so on many occasions. It begs the question as to whether, wow, unaqa qila oladimi, bunaqa qila oladimi degan savol bo'lyapti. Or not? Ko'rasizmi, tasvirda zo'r ketadi mana shunaqa narsalar. Begs the question as to whether or not. Nimadir bo'ladimi? Bitta narsa bo'ladimi yoki yo'qmi degan savol tug'ildi degani. Okay. Uh, hop, should even try and sign a like for like replacement, or whether they should look to reappraise what they want from their right back and the balance of the team deyapti. Reappraise degani qayta maqtab chiqish degani ham bo'ladi-ku, expectationni to'g'irlash. Tushunarligi? Ya'ni boshqacha yo'lda ko'rib chiqish degani. Reappraise degani boshqacha yo'lda ko'rib chiqish bir narsani. Hop, boshqacha yo'lda ko'rib chiqadimi deyapti. Misol uchun o'ng qanotdagi odamlardan va ularni balansga tushiradimi? Either way, nima bo'lsa ham degani. Either way, whatever degani. Nima bo'lsa ham. A resolution on Alexander Arnold's future would at least bring some closure, yopiqligini olib keladi. Yechimi ham. And the chance for fans to focus on the future. Kelajakka e'tibor qaratsa bo'ladi, deyapti. All right. Bring some closure. Okay. 45 ta so'z va endi bularni olasizda eng zo'r yo'li mana shuni olasiz. Tak, you can use ChatGPT, all right? ChatGPT ga kirasiz. Okay. Hop. Bu so'zlarni esingizda qolishi uchun create let's just say exercises, vocabulary exercises for me to solidify these vocabularies. This is to these words, these new words, yangi so'zlarni. Mana. Mana. Mana bu yerda matching qilyapti. Misol uchun qaysi biri tushadi. Misol uchun mana leave a hole nima edi? O'zidan nima qoldirish bu? Chuqurlik qoldirish. Mana create a noticeable absence. Misol uchun turn down the attraction degani mana choose not to accept something tempting yoki unrelenting mana tugamaydigan dedim. Mana something that never stops or gives in. You see? Keyin mana after Klopp's departure, Klopp ketgandan keyin Liverpool must now nima qilish kerak? Mana bu yerdan chiqadigan so'zlardan bittasi. Okay? Bu yerda ham menimcha reappraise bo'lishi kerak. Okay. Yana aytmoqchi bo'lganim, xohlasa bo'ladi, make it easier desangiz, osonroq qilib beradi xohlasangiz. All right? Mana bu yerdan yozib qo'yibdi mana. Mana. Tanlab olar ekansiz so'z. Okay? Mana. O'zing tuz deyapti endi bu yoqda. Har bitta 4 xil mashq berdi bitta vocabulary uchun. Okay? Endi create a short story using these words deb qo'ysangiz, endi short story qilib beradi. Mana shuncha mashqni qilib bo'lganingizdan keyin, endi yana ham esingizda qolishi uchun mana o'sha so'zlarni yana bir marta kontekstda ko'rganingizdan keyin bo'ldi, uje esingizda qolib ketadi bunaqa narsalar. All right? Shunaqa narsa xullas. Men bu yerda nima qilaman? Mana exercise'larni ham kiritaman. Agar imkoni bo'lsa.
Asos chiqarkan. Buni olib qilsam. Tak. Buni olib turib, eng zo'r yo'li bor. Like shuni olaman-da, hopefully ishlab beradi. Oh, okay. Men o'zi birinchi marta try qilib ko'ryapman buni sizga. Okay. Keling, bo'pti, mana bunaqa qilamiz. It's the words. Okay. Screenshotni o'zini olaveramizda. Okay. Endi fayl qilib tashlab beraman sizga. Mana. Okay. ChatGPT bilan ishlasangiz bo'ladi. Okay. O'z yolg'iz qilayotgan bo'lsa o'zida, okay, so'zlar esingizda qolmayotgan bo'lsa, sizga qo'shimcha support kerak bo'ladigan bo'lsa, mana ChatGPT tayyor turibdi. Okay. Mana. Tarjima qilib olasiz birinchi manga o'xshab. Okay. Keyin 15-20 minut vaqtingiz ketadi. Keyin ChatGPT bilan vokabularilarni ishlaysiz. Taqlib ketaverasiz xolos. Okay. Bomba bo'ladi. Like after some time, your vocabulary will be unrecognizable, will reach the new heights. Keyin mana bu yerda short story, short storyda ham short deb yozib turing. Story ham yaratib bergan. Mana kerak bo'lsa. Davom etadi bu. Ko'rdingiz? Va oxirida kerak bo'lsa javoblarni bersiz, give me the answers siz beradi. Mana, ko'ryapsiz? Shunaqa qilib qilinaveradi endi. Bori ham. Okay. Endi men kanalimga linkini bosib qo'ysam bu yoqqa. Tak. It's how you read an article like a pro. Okay. Bo'ldi menimcha. Men sizga endi buni tashlab beraman. Okay. So, thank you everybody. Xudo xolasa keyingi darslarimizda ko'rishguncha bunaqa darslarimiz hali juda ko'p bo'ladi. Okay. Davom etamiz.